Assalamu alaykum do'stlar, men Saida. Bugun sizlarga to'ga bilan o'chka degan cho'chakni o'qib beraman. To'ga bilan o'chka. To'ga nihoyatda egiz. O'chka uningga qaraganda nihoyatda pakar bo'lg'achqa to'ga o'chkaga. Bo'yi egizroq bo'lsa nima degan yaxshi, ha? To'g'ri emas. Bo'y pakarroq bo'lsa yaxshi, debdi o'chka. To'ga. Men bir ish qilib, egizlikning, pakarlikning yaxshi ekanligini isbotlab beralayman, debdi o'chka. Men bir ish qilib, pakarlikning, egizlikning yaxshi ekanligini isbotlab beralayman, debdi. U ikkisi munozara qilg'ach mengibdi. Mengib bir gullik bog'ning yoniga kelibdi. Bog'ning to'rt atrofi tom bilan qo'rshalgan. Uning ichida nurg'unlagan baraqsan o'sgan daraxtlar bo'lib, ba'zilarining shoxlari tomdagi sirtqa chiqib turg'udek. To'ga beshini ko'taribla yuburmoqlarni yapdi. O'chka oldingi butini ko'tarib tomga isilib, bo'ynini har qancha baqsimi yetolmabdi. Bu chog'da To'ga: "Ha, qandoq? Bu egizlikning yaxshiligiga isbot bo'lar", debdi. O'chka beshini chayqab qoyil bo'lmabdi. U ikkisi munoziralashgach, yana mengib so'qma tomda ham dar, ham pakar bir eshikni ko'rib qopti. O'chka qadamlarini tezlatib boqqa kirib, o't-cho'plarni yeyishga boshlabdi. To'ga bo'lsa tezlanib, beshini past qilib kirishga urinib beqibdi. Lekin har qancha qilsa-mu kirolmabdi. O'chka To'gaga qarab: "O'zing aytgina, bu pakarlikning yaxshiligiga isbot bo'lar", debdi. To'ga beshini chayqab qoyil bo'lmabdi. U ikkisi qo'lini tepib, uning bu haqdagi fikrini so'rabdi. Kala o'zining ortiqchiligini ko'rib, yetersizliklarini
görmeslik doğru emas. Başkalarının yeter, yeter, yetersinliklerini de görüp artıkçılıkını görmeslik mi doğru emas depti.